Yangi yil bayrami. Qorbobo, archalar, sovg'alar. Rostini aytganda bu bayram yoshligimdan eng sevimli bayramlarimdan biri bo'lgan. Va shu kungacha kimda kim yangi yil bayrami haqida noto'g'ri fikr bildirsa, rostmanasiga ularga qarshilik bildirib, yangi yilni o'ta chiroyli tarzda kutib olish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilganman. Va bolalarimga ham ushbu bayramni chiroyli va unutilmas darajada bo'lishini uyushtirib, tashkillashtirib berganman. Ammo buni qarangki, qalblarni bir zumda o'zgartirib qo'yguvchi Robbim hech bir insonning majburiyatlarisiz o'z xohishim bilan yangi yil bayramini nishonlamaslikni va farzandlarimga ham aslida yo'q bo'lgan Qorboboga ishontirgandan ko'ra, oldin ham, hozir ham va doimo bor bo'lgan Robbimga ishontirishni ma'qul deb bildi. Va hech bo'lmaganda bittagina surani o'rgatib bo'lsa ham, uning mukofotini va ajrini faqat Robbimdan olishlikni ma'qul ko'rdim. O'zingiz o'ylab ko'ring, yillar o'tgandan keyin farzandlaringiz sizni yangi yilda beradigan sovg'alar va shirinliklaringiz bilan eslashgani yaxshiroqmi yoki siz o'rgatgan suralar bilan haqqingizga duo qilib eslashgani yaxshiroqmi? Doim yonimizda ikki xil yo'l bo'ladi. Tanlov esa faqatgina o'zingizdan.